Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyası da Hacı Rozi. Bugün çizlağış 2021 yıl 6. ayının 15. günü. Vaziyetten söz assa hürmetlik vatandaş. Körüvatsız Avrupa'daki yığın uyu NATO, Avrupa İttifakı, yeti devlet yığını hemini körüvatsız. Bugün şunu sözleyimiz. Vaziyet tuyuksuzlu bir şey çıkıştan avval Amerika Qo'shma Shtatlarning nashrida yakı torbetki çıkıdığan Vol Ko'chisi televiziyasının bir abzas mavzulu haberi, mavzuluk bir abzas haberi. Mundaq debdi vatandaşım. Amerika Jungo urush partlaydı. Amerika armiyasi bir zarbi bilan Jungo armiyasini tarmar qildi. Jungoga taqabul turish muhimning ichidagi muhim ishdir. Prezident Joe Biden harbiy kuch ishlatishga og'di. Ko'pchilik mavzuliq to'g'ri filmi 2021 yil 6 ayning 15 kuni Vol Ko'chisi televiziyasida e'lon qilindi. Buning yozilgan inkaslamında vatandaş nihoyat tez. Prezidentimiz harbiy forma kiyimdi. Yani bir inkas, Jungo Kompartiyasini yo'qotish bütün insoniyatning baxt, saodatidir. Yani bir inkas, bütün insoniyatni ozod qilamiz. Bu Jungoning shuari, balki 5 mo'challik partiyaning yazgan inkası oluşu mümkün. Vaziyet mana şu hürmetlik vatandaşım. Enandan keyin bugün sizlarga so'zlaydigan leksiyalardan birinchi mavzumunda tahlil. Prezident Joe Biden 7 davlat guruhiga rahbarlik qilib, Jungoning xirislariga zarba berishda dastlabki g'alabaga erishdi. Mavzuli xabar 6 ayning 15 kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington yangi oxirlashgan 7 davlat guruhining yig'inida davlat rahbarlari Amerikaning chaqiriqiga ovoz qo'shib, Jungo tajovuzchilik harakatlarini butun sap bo'yicha aybladi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. 7 davlat guruhining Jungo masalasida bir-birining maydoni barg'ani sari yaqinlashdi. Amdilikda orqadilla bundaq ittifoqlashgan asosiy muqom belgilangan amaliy harakatda texmo konkretlashishi kerak. Mushu jumla eg'ir jumla amaliy harakat va konkretlashish. Muqom belgilandi, siyosat belgilandi demakchi. 7 davlat guruhi axborotida Jungo keng ko'lamda kuchlik ayblandi. Yani haftaning birinchi kunida. Yakshanba günüde 6 ayının 13 günü e'lon qilingan Karbez xitobnomasi 70 modda. Bunun ichida 3 moddada Jungoning ismi bevosita tilga ilindi. Jumladan yuqumli virusning manbini izlash, kishilik huquqqa tajovuz qilish, savdo tijorat haddi harakatlari hamda Tayvan Sharqi dengiz, Janubiy dengiz vaziyati qatorliqlardan iborat. Bu qatimqi yuqori darajaliklar yig'inining orq ko'rinishi nima? Amerikaning prezidenti Joe Biden G'arbiy Tinch okean alqigan ittifoqdoshlik munosabatini asliga keltirish bu qatimqi 7 davlat guruhi yig'inining orq ko'rinishi edi. Yani bir taraftan Ikkinchi Dünya urushidan beriki Amerika rahbarligidagi G'arb lagerining erkin demokratik dunyo tartibini qo'g'dash hamda ittifoqdoshlar bilan o'rtoq tonishga kelib, birlik sap qurib, Jungoning xirislariga taqobil turishdan iborat. Ittifoqdoshlar bilan birlik sap qurib, Jungoning xirislariga taqobil turishdan iborat. Bilim hazinesi Wilson Merkezi, Avrupa Tadqiqot o'rni mudiri Daniel Hamilton mundaq hisobladi. Joe Biden prezident bo'lib saylangandan keyin tunji qatimliq tashqi siyosat faoliyatida belgilangan nishonga yetdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining rahbarlik ostida 7 davlat guruhi Jungo masalasi bo'yicha nihoyat zo'r o'rtoq tonish
hasıl kıldı. Hamilton Amerika avazığı mundaq görsetdi. Yeti devlet görevi Cungo meselesi boyunca yeni ittifakdaşlık ornattı. Kişiler şunu tutup yetti ki Cungo'ga takabul turuşdan en yaxşı çaresi nokol Cungo'ga karşı ittifak tüzüşlü emas. Belki bütün yer şarı boyunca aktif ve faal demokratik tertipni ilgili sürüşten ibaret. Bir neçe xil ortak tunuş bilen Cungo'nu çekleş. Cungo'nun Hristiyanlığa qandaq takabul turuş. Devamını anlayışlar, hürmetlik vatandaşım.